Vit kamida $200 beryapti. Lekin asl narxi sizlar o'ylagandan ancha arzonroq. Kardinardan ko'pchilik kutgan yangilik BYD Song Plus mashinalar uchun Triumph modeli. Bu chexol BYD Song Plus uchun gibrid hisoblanadi. Maksimum darajada qulaylik bag'ishlash uchun o'rta qismi ventilyatsiya tizimi yaxshi ishlashi uchun, yaxshi sovutishi, yaxshi isitishi uchun perforatsiya qilingan sifatli ekoko'ja hamda alkantara matosidan iborat. Gibrid degan joyga qaytadigan bo'lsak, orqa qismi polunakidka chexol sifatida ishlab chiqarilgan. Yengilligini mana bu yerda ishlatilgan logotipdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari buni bitta zo'r rangi ham bor. Rangi to'q ko'k va unga kalibratsiya bo'lish uchun xuddi shunaqa rangdagi koja ishlatilgan. Sifatiga 1 yil kafolat beradi. Chexol yoqqan bo'lsa bu videoga bitta like bosib qo'yib, BYD Song Plus va Champion haydaydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Narxini bilish uchun bo'lsa, har doimgidek plus belgisini qoldirsanglar tashib beramiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, narxi sizlar o'ylagandan ancha arzonroq. Yoqdimi, yoqmadimi? To'g'risini kommentariy yozib qoldiringlar, xafa bo'lish yo'q. Kardinar sifatni qadrlovchilar uchun.